1512-yili Shayboniy Elbarsxon tomonidan asos solinadi. Xiva xonligi paydo bo'lgandan toki Rossiya imperiyasi vassaliga aylanguniga qadar Orol bo'yi, Mang'ishloq, Saraxs, Dekiston va Darun hududlarini asosan o'z nazoratida ushlab turadi. Turkman qabilalari ham goh xonlik tarkibida, goh undan mustaqil bo'lib yashaydi. Xiva xonligi juda ko'p vaqt ichki urushlar girdobida qoladi. Bu Xiva xonligida markaziy hukumatning kuchli bo'lmagani bilan izohlanadi. Xiva xonligi markazlashgan hokimiyat va eng katta chegaralarga o'zbeklarning Qo'ng'irot urug'idan chiqqan Muhammad Rahimxon birinchi davrda erishadi. Muhammad Rahimxon Xivaga doimiy bo'ysunuvchi hududlardan tashqari, Sirdaryoning quyilish qismi va qoraqalpoqlarning Qo'ng'irot hududlarini bo'ysundiradi. Shuningdek, Rahimxon 1820-yil Marvni Buxorodan tortib olishga muvaffaq bo'ladi. Muhammad Rahimxondan so'ng ham xonlik hududlari sezilarli darajada kichrayadi. Ichki kurashlar va isyonchi turkman qabilalari bilan doimiy urushlar xonlikning sillasini quritadi va Xiva ham 1873-yil Buxoro kabi Rossiya protektoratiga aylanadi. Xiva xonligi va Rossiya o'rtasida imzolangan Gandimiyon shartnomasiga ko'ra, Amudaryoning o'ng qirg'og'idagi yerlar Rus imperiyasi ixtiyoriga o'tadi. 1880-85-yillarda olib borilgan yurish natijasida turkman qabilalari ham Rossiya tarkibiga o'tgach, Xiva tasarrufida faqatgina Amudaryoning chap qirg'og'idagi yerlar qoladi. Xiva xonligi ham Buxoro kabi 1920-yilda Xiva Xalq Sovet Respublikasiga aylantiriladi va 24-yilda uning yerlari Qoraqalpog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston SSR tarkibiga qo'shib yuboriladi.